Voy, hali ham tayyor emasmisan? Bo'la qol. Hozir. O'zi qatga shoshyapmiz. Borganda bilasan, tezlash. Xo'p. Ochuriymi, qiziqib ketyapman. Yo'q hali, o'zim aytaman, shoshma. Hozir. Bo'ldimi? Bo'ldi, ochur. Adasi, nima sababdan? To'yimiz bo'lganiga bugun 5 yil bo'ldi. Voy, esimdan chiqib qopti. Yuz bo'lsa ham bizdan jahon, majburlasan kechmayman birdan. Axir senlar tirikman ishon, yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham. Bir paytlar senga va'da bergandim, esingdami? O'rtoq, bu hali berib bitadigan mashina emas. Lekin bitirsam, normalniy pul olaman. O'shanda olib chiqib berarman, iltimos endi. To'g'ri tushunib turgan. Bo'pti, xo'p. Suv ichib olasizmi? Hech narsa esingizdan chiqmadimi? Ha? Esingizda yo'qmi? Nima? Bugun to'yimizga 1 yil bo'ldi. Voy. Esimdan chiqib qopti. Voy, qanaqa qilib ha? Mana buni shop tur. Ol. Voy. Qanaqa qilib esimdan chiqarib qo'ydim ha? Hazilkashsiz-da. Rahmat. Faqat xafa bo'lma. Hozircha qurbim shu gulga yetdi. Lekin va'da beraman. Bir kun kelib, pulim ko'payib ketsa, kvotasini olib beraman. O'shanda meni umid chirog'im sen bo'lgan ekansan. Svetga ham pul to'lash kerak. Gazga ham. Ha, bugun o'chdi. Bu ham o'chib qolmasin. Hamma narsa o'chib boryapti. Lekin bir narsa o'chmadi. Nima? Umid. Toki biz ikkalamiz birga yashar ekanmiz, hech qachon umidimiz so'nmaydi. Biz hali hammasini uddalaymiz. Aytgancha, shirinlikdan yeng. O'zing pishirding ishqilib? Albatta. Ulguribsan-da. Mana, orzu qilgan hayotimizda yashayapmiz. Endi baxtlimisan? Men oldin ham baxtli bo'lganman. Hozir ham baxtliman.